Afsuski, so'nggi vaqtlarda firibgarlik jinoyati orqali mo'may daromad topishga urinayotgan fuqarolar tobora ortib bormoqda. Albatta, bunga ba'zi yurtdoshlarimizning oson daromadga ega bo'lishga intilishi yoki bo'lmasa ularning huquqiy savodxonligi yetishmasligi kabi qator omillar sabab bo'lmoqda. Ayni shu maqsadda Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi va uning quyi tizim tergovchilari tomonidan firibgarlik jinoyati sodir etgan shaxslarga nisbatan dastlabki tergovga qadar tekshiruv va surishtiruv ishlarini samarali ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Xususan, Guliston shahrida sodir etilgan firibgarlik jinoyati ish hujjatlariga ko'ra, 2 nafar shaxslar muqaddam sodir qilgan qilmishi uchun sud oldida javob berishiga to'g'ri kelgan bo'lsa-da, bundan o'ziga to'g'ri xulosa chiqarmay, yana bir jinoiy sherigi bilan birgalikda takroran o'zgalarning mol-mulkini firibgarlik yo'li bilan talon-taroj qilishadi. Guliston shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan mazkur jinoyat ishi doirasida huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarga nisbatan qonun ustuvorligi to'liq ta'minlandi. Jinoyat ishi hujjatlariga ko'ra, Rajab va Hilola Azimboy qizi va Jo'raboyev Iskandar Vohidovичlar muqaddam sodir qilgan firibgarlik jinoyatidan o'ziga tegishli xulosa chiqarib olmasdan takroran o'zganing mulkini firibgarlik yo'li bilan talon-taroj qilish maqsadida jinoiy til biriktirib, bir guruhga birlashib, fuqarolarning pul mablag'larini o'zlashtirishga qaratilgan jinoiy reja tuzishgan. Jinoiy rejaga muvofiq sherikchilikda ishlab, ko'rilgan foydani teng taqsimlashga kelishib, jami 14 nafar fuqarolarning ishonchiga kirib, aldab, aslida fuqarolarni Yevropa davlatiga yuborish vakolati bo'lmasa-da, ularni Yevropa davlatlariga ishchi viza qilib bergan holatda oson yo'llar bilan yuborishini, u yerda mo'may daromad topish mumkin bo'lgan ish joy, yashashlari uchun shart-sharoit yaratib berishini va'da qilib, shu tariqa ularni ishonchiga kirishga erishib, jami 214 million so'm miqdorda pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgan pul mablag'larini o'zlarining shaxsiy ehtiyojlari uchun ishlatib yuborishgan. Mazkur holat yuzasidan Guliston shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan ushbu fuqarolarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari olib borilib, jinoyat ishi mazmunan ko'rilishi uchun jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudiga yuborilgan. Mazkur jinoyat ishi jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudi tomonidan mazmunan ko'rib chiqilib, Rajabova Hilola Azimboy qiziga 3 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan va ayblanuvchi Jo'raboyev Iskandar Vohidovichga nisbatan 2 yil 6 oy muddatga axloq tuzatishlari jazosi tayinlangan. Qayd etish kerakki, boshqarma huzuridagi tergov boshqarmasi va uning quyi tizim tergovchilari tomonidan huquqbuzarliklarga nisbatan qonuniy choralar ko'rilishi, balki bunday turdagi jinoyatlarni oldini olishga qaratilgan profilaktik targ'ibot tadbirlari ham olib borilmoqda. Hozirgi kunda profilaktika ishlari va yettilik xodimlari bilan mahallamizdagi fuqarolarni jinoyatga aralashib qolmasligi uchun profilaktik ishlar olib borilmoqda. Shu fuqarolarimiz shu jinoyatchilikka kirib qolmasligi uchun tegishli organ xodimlari va mahallayliklar bilan targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Olib borilayotgan targ'ibot tadbirlari aholining huquqiy savodxonligini oshirish, ularga jinoyat va huquqbuzarliklarga qarshi immunitet shakllanishiga xizmat qilmoqda.